Assalomu alaykum qarindoshlar. Bugungi temamiz bolalar bilan qanday paranglash. Balkim temani ko'rgandan keyin o'ylagan bo'lishinglar mumkin. Bu bek oddiy tema bu. Biz hammamiz bolalarimiz bilan paranglashni bilamiz deb. Ammo menimcha unda emas. Menga kelgan nurg'un shikoyatlardan shuni his qildimki, nurg'unlagan ota-onalar amaliyotda bolalar bilan qanday paranglashni toza yaxshi tushunmaydi. Masalan, hozir nurg'unlarimiz bunda bir qiyinchilik uchrayapmiz. Ham qaqshayapmiz. Balam mendan sizga yiroqlab ketdi. Men bilan paranglashishni qochidi. Biz toza yaxshi paranglashamaydigan bo'ldik. Menimcha bu sababi o'ylanib beqishga arziydigan muhim bir masala. Eng muhimi bolalar bilan paranglashish bolalarni tushunishdagi intayin muhim bir yo'l. Biz oldingi qatimliq darsimizda esingizda bo'lishi mumkin. Bolalarni qanday tushunamiz degan savol haqida ba'zi qarashlarimizni o'rtoqlashdik. Endi bugun shuning ichidagi bolalar bilan paranglash haqida to'xtalamiz. Chunki ota-onalar bolalar bilan paranglash orqali bolalarning so'z jumlasidan, bolalar ishlatgan kalimalardan ve ularning qiziqish temalaridan bolalarning subyektiv dunyosining qaysi yo'nalishga qarab shakllanayotganligini, bolalarning tili va tafakkurining saviyasini paranglash orqali yaxshi biladi. Amaliyotda ikki inson orasidagi munosabatda birsi-birini tushunishning eng yaxshi yo'li amaliyotda paranglash. Bu paranglash muhim bo'lganligi uchun oila tarbiyasida. Bo'libmi oila tarbiyasidagi o'zaro tushunish va munosabatni texmi mustahkam bog'lab turishda. Bu haqda biz bugün bir qancha muhim nuqtada, lekin men muhim deb qaragan ba'zi nuqtalarni sizlar bilan o'rtoqlashaman. Bolalarimizni paranglashgan vaqtda birinchi eng muhim narsa mening qarashimcha ota-onalar diqqat qilishga tegishli. Bolalar bilan berilib paranglashishimiz lozim. Ya'ni astoydil paranglashishimiz lozim. Bu astoydil paranglashish, berilib paranglashish deganimiz shu. Hamda biz shu nuqtaga sal qaramayli, amaliyotda bolalarimiz intayin sezgir va o'tkir. Bizning chiroy ifodamizdan, gap so'zlarimizdan, talaffuzimizdan va bizning taqdirqimizdan paranglaşayotgan vaqtda bizning zodi o'zi bilan ichaki kishi paranglashyaptimi yoki ig'zining uchida paranglashyaptimi deganda nihoyat yaxshi biladi. Masalan, biz paranglashgan vaqtimizda bolamiz bilan ba'zi vaqtda telefon o'ynab turib paranglashimiz, ba'zi vaqtda televizor ko'rgach paranglashimiz. Mana bularning hammasi amaliyotda men sen bilan paranglashayotganim bilan mening muhim ishim yana telefon, yana televizor degan ushurni berdi. Ya'ni bu deganlik bola o'zini men ota-onamning oldida paranglashgan vaqtda men uncha muhim o'rinda emaskenman deb o'ylaydi. Bunun en yaman təsiri bolalarning o'ziga bo'lgan ishonchisini zarbaga tushirdi. Nimishqa? Chunki har qanday odam bilan paranglashgan vaqtda, menimcha bolalar bilan emas, paranglashgan vaqtdagi har ikki tarafning astoydilligi birisi-birisining qadrini qilayotganligini ifodalaydi. Ayol o'tirisida shundoq, do'stlar o'tirisida shundoq. Masalan, biz o'zimizni shu bolalarning o'rniga qo'yib turib o'ylab boqaylik. Masalan, biz birisi bilan paranglashyapmiz. Qarshi taraf biz bilan paranglashgach to'xtamay telefonni qaradi, telefonda uchur yozishdi. Yoki boshqalardan paranglashgach, uningdan keyin bizga pat-pat qarab qo'ydi. Shunda vaqtda biz qanday hissiyotda bo'lamiz? Biz bu parangdan huzur ola olamiz. O'zimizni qadrlanayotgan bir hissiyotda his qilamiz, natay. Bolalarmi shundoq. Shunlashqa bolalar bilan paranglashgan vaqtda berilib paranglashish, bolalarning ko'zining ichiga qarab paranglashish, hatto bolalarga o'ltirib paranglashish. Ya'ni amal va ko'zimiz bolalarimiz bilan bir tuzsizlik istida bo'lish. Bolalarimiz bizga osmon qaragandek qaramaslik. Mana bularning hammasini inchki halqalar diqqat qilishga tegishli masalalar. Endi paranglashish degan vaqtimizda bu berilib paranglashish menimcha ikki tarafdan ichiga oldi. Birisi siz paranglashgan vaqtda astoydil bo'ling. Ikkinchisi bolangizning so'zlarini anglagan vaqtda astoydil va sabrchan bo'ling. Ba'zi vaqtda ota-onalar sabrchan bo'lolmaydi, shuning bilan ikkinchi xatolikni sodir qildi. Endi hozir so'zlamoqchi bo'lganim paranglashdagi ikkinchi muhim masala. Siz bolangiz bilan paranglashgan vaqtingizda balangizning sizni xohlagan vaqtda bo'lmang. Sabrchanlik qilib anglang. Amaliyotda balamiz bizga o'zining ma'lum bir hissiyotini to'kish uchun paranglashishi mumkin. Masalan, biz bilan ma'lum bir temani munozara qilish, bizga yoki ma'lum bir o'zining ma'lum masala haqidagi o'zining qarashini o'rtoqlashish uchun emas. Masalan, bugun maktabda bir ish bo'ldi, ko'ngil yerim bo'ldi. Shuni digiz kelishi mumkin. Yoki o'zining bir xiyolini biz bilan o'rtoqlashni xohlashi mumkin. Shunday vaqtda biz bolalarimizning so'zining beliga tepsak, xohlagancha bo'lsak, mana mushuning o'zima bolaga qilingan nihoyat cho'ng hurmatsizlik. Endi shu narsani unutib qolmasligimiz lozim. Biz cho'ng bir odam bilan paranglashmayapmiz, balki kichik bolamiz bilan paranglashyapmiz. Buning ma'nosi shu. Bolalarimizning tili, tafakkuri ko'pincha vaqtlarda o'zi maqsad qilmoqchi bo'lgan so'zni bizga ifodalashda qiynaladi. Ya'ni ma'noni ifodalashda qiynaladi. Ba'zi vaqtda so'z chechilib ketadi. Temidan chetnab ketib qoldi. Mana shunday vaqtda biz savrchanlik qilishimiz kerak. Agar bir bola takror so'zi bilinsa, takror o'zining
sözünün qap biligi tepilse ata-anası tarafından, o yana davamlıq ata-anası bilen, yani xuşallıq bilen, zoq-şoq bilen özünün hissiyatını ortaklaşışı mümkün mü? Menimce mümkün emas. Şu hazır bayam qaqşıgan bolsaq, balam menden yiraqlashib ketyapti, men bilan paranglashmayapti degan vaqtning o'zida men balam bilan paranglashgan vaqtda zodi uning so'zini xolagancha bo'lamdimi, bilmamdimi degan mushu narsani esimizdan chiqarmasligimiz lozim. Endi oxirida mushu nuqtada yana bir narsani ta'kidlab qo'yay. Endi hammamiz shuni esimizdan chiqarmaylik. Aile bizning bolalarimiz jamiyatga qadam qo'yishdan burungi eng yaxshi mashq so'rini yoki bir praktika maydoni. Bolalarimiz biz bilan oyun oynash orqali, biz bilan paranglash orqali kelgusidagi jamiyatdagi o'zining ifodasini oilada praktik qildi bizning oldimizda. Agar biz uni ilhom beradigan, qabul qiladigan, xushallik bilan so'zlarini anglaydigan bir tomoshabin bo'la olsak, bu bola o'zining praktikasidan natija qozonadi. Bu mashqlar uning unum ko'rsatadi. Agar bunday bo'lmay, biz uning shunda xolagan vaqtda so'zlarini bilsak, bu xuddi sahnada o'yan qo'yib turgan bir odamning oldidan tomoshabinlar o'rnidan turib chiqib ketgan bilan o'xshash. Mana bunday vaqtda sahnadagi u o'yin qo'ygan odam qanday hissiyat keldi? Hatto uning o'ziga bo'lgan ishonchisimi gumron bo'lishi mumkin. Chunki men yaxshi aytvatsam, hammalar qopib o'rnidan chiqib ketdi. Men yaxshi aytolmaydi ekanman deb o'ylashi mumkin. Xuddi shunga o'xshash, agar siz bolangiz bilan paranglashgan vaqtda uning gapini bo'ldingiz, o'zingizning anglag'isi kelmaganligini har xil shaklda ifodalab tashlasangiz bu vaqtda bolangizning asta-asta sizdan yiroqlashishi yoki siz bilan paranglashmasligi tabiiy ahvol. Endi uchinchisi, ata-ona saqlashga tegishli uchinchi bir ajallik xatolik bor. U bo'lsa-mu, bolalaringiz bilan paranglashgan vaqtda siz bolalaringizning so'zining mazmuni, shakli, mayli haqida tarafi bo'lsin, siz aldirab baho bermang. Ya'ni siz bolalaringizning so'zini baholamang. Nurg'un ata-ona bolalar bilan paranglashishni, bolalarga tarbiya qilish, bolalarga so'zlash, bolalarga nasihat qilish deb o'ylaydi. Unday emas. Bola bilan paranglashish degan vaqtda bu bola bilan bolalarning hissiyotini o'rtoqlashish, ya'ni fikrlashish, sirlashish, mungdishish deganlik. Balkim bola bizlar paranglish davomida o'zining nurg'un ichki hissiyotlarini pardozlamay o'tirib qo'yishi mumkin. Bu bizga deb bergan nurg'un gaplari balkim ba'zisi bizga yoqmasligi mumkin. Masalan deylik, bolamiz maktabdan keldi, shuning bilan bizga dedi: "Dada, bugun bir qiziq ish bo'ldi qara. Men muallimning keyindan muallimni do'rab mang'andim. Bek qiziq bo'ldi, bolalar kulishib ketdi" dedi. Shuning bilan siz darhol g'azablandingiz. Chunki u sinfda bir adabsizlik, bir intizomsizlik. Bu maqtaydigan ish emas albatta. Ammo sizlar shu vaqtda xuddi bu bolaning bu xatoligini darhol tuzatib etmasa bo'lmaydigan ishdek, xuddi bir yo'lda buzilib qolgan mashinani darhol remont qilmasak bo'lmaydigandek tuyg'uda jiddiylashib, siz bolangizning so'zini bo'lib, "Sen nima ish qilyapsan? Bu jo'y nima? Sen bir adabsizlik qilsa" deb darhol bu bola bilan bo'lgan paranglashishdan iborat bu fursatni siz darhol uni ayiblaydigan, tanqidlaydigan, tillaydigan bir so'ringa aylantirgandan keyin o'xshashlar bolani davomli biz bilan paranglashishdan qochiradigan bir sababga aylanib qoldi. To'g'ri, bolalarimiz hamma ishni har kuni to'g'ri qilmaydi. Ammo u to'g'ri qilmagan ishlarini qo'rqmay bizga deyilgan vaqtida biz buni paranglashganda o'tkazib o'tib, keyin ayrim vaqtda fursat chiqarib, "Bolam, tunigim bunday gapni qilding. Bilat qiziqarlik bo'libdi, qiziqarlik bo'lishi. Ammo bu ish muallimga qilingan bir hurmatsizlik, bundan keyin diqqat qilgan" degandek ayrim so'rinda uni tarbiya qilsangizmi, uning o xato harakatini o'ziga tushuntirib qo'ysangiz bo'laveradi. Ammo mungdashayotgan vaqtda bolaning har bir so'zidan qusur chiqarib, masalan, ba'zi so'z jumlalar qamlashmasligi mumkin. Ba'zi so'zlarni joyida ishlatilmasligi mumkin. Naydi kulkili gaplarni qilib tashlashi mumkin. Mana shunday vaqtda siz kulib tashlasangiz yoki masxaralik qarab qo'ysangiz yoki qamlashmagan gap qilmagani degandek so'q salbiy baholarni bersangiz, albatta asta-asta bu bola siz bilan paranglashmas bo'ldi. Shu narsani ta'kidlab qo'yamda o'ylab boqayapmiz. Balamiz 2 yosh, 3 yosh vaqtda bizdan so'ramaydigan savol yo'q. Uyga kirsakda bo'ynimizga esilib olib, quchqimizga chiqib olib, jimi esi kelgan savollarni so'raydi. Biz bilan paranglashishga oid tashna. Ana shu biz bilan paranglashishga oid tashna bu bolalarimiz nima uchun yillarning o'tishi bilan yeshi yo'g'ongan sira biz bilan taqim paranglashgan bo'lib ketmasdan, aksicha asta-asta bizni taqim yiroqlashadi. Nima uchun biz bilan paranglashmas bo'lib qoldi? Bu ko'pincha vaqtlarda ata-onalardagi shu paranglashish san'atining yetarlik yoki joyida to'g'ri bo'lmasligidan iborat deb o'ylayman. Biz o'zimizning shu hissiyotini yana o'xshashlar. Bolamizning o'rniga o'zimizni qo'yib o'ylab boqaylik. Masalan, biz boshqalardan paranglashgan vaqtda, agar boshqalar bizning gapimizni shunda qappalda bo'lib, bizning so'zimizni baholashga boshlasa, biz qanday hissiyotda bo'lamiz? Biz hurmatlanmagandek hissiyotda bo'lamiz. Bezorlik his qilamiz biz bu. Bolalarga o'xshash.
Bunda şu ballar bilan paranlaşmaslik yoki paranlaşishni bilmaslik ballarni bizni asta-asta yiroqlashtirib qo'ydiganligi aniq. Endi ballarning sukutidan xotirjamlik his qiladigan ota-onalarning amaliyotda xalqining sukutidan xotirjamlik his qiladigan zolim diktatorlardan hech qanday farqi bo'lmaydi. Shu ota-onalar bilan paranlashgan ballardan sözü daim tüzütülgen. Anadaki hatalıkları kenkursallıkla erişemeyen ballar asta gaçığa yanıdı. Asta ata-anası bilen hiç kandak sırrını ortaklaşmaydıgan oldu. Hatta en xatarlik yeri, eğer bu bala özünün his duygusunu öyde ata-anası bilen hatta qarindaşları bilen ortaklaşamagan ahvalatında bunu asta sırttan ortaklaştıgan adam tapıdı. Eğer balalar bilip bilmey yaman adamlarla ortaklaşıp kalsın. Bunun akıbetinin qanday xatarlik ekanligini hemmimiz his qila olamiz. Çünkü insanın hissiyatı eğer onu qabul qila oladigan kishilar tarafidan qabul qilinmasa yoki o xil ortaklaşlık yoki o xil tuyg'u his qildirilmasa o vaqtda albatta o hissiyatını qabul qiladigan yoki yolg'ondan bo'lsa qabul qilganda qiyofat kirib olgan kishilar bilan paranglashni istaydi ve ularning tasallisi yoki ularning mürüzüge şapalaqlab qo'yishlari uning xo'sh yoqadigan bo'ldi. Shuning bilan o xushalliqni oilasidan topmagan holatda albatta sirtdan ko'rchidan izlaydi. Amaliyotda bolalarning so'zidagi xatoliklar emas, balki ish harakatidagi ba'zi xatoliklarni ota-onasi tomonidan qabul qilinishi, keng qursaqlik bilan muomala qilinishga muhtoj. Hamda bolalarga nisbatan o'sib yetilish shunda bir narsani derak ko'radi. Ya'ni xatolik sodir qilish deganlik. Ya'ni har bir inson o'sib yetilishdan iborat bu uzun safarda to'xtamay xatolik sodir qildi. O ba'zi so'zida bo'ldi, ba'zi harakatida bo'ldi. Eğer bir balaga özünün sözü ve hareketideki hatalıklardan özü ders aladigan, özü sabak aladigan bir fırsat verilse. Anandan keyin bu sabak, bu dersler balalar üçün мәңгілік esidan chiqmaydigan bir dersga aylanadi. Çünkü insan en unutib qolmaydigan ders amaliyotda öz keçmişlerden özü yakunlagan xulosalardan iborat. Mesela biz özümüz eslab olsak bo'ldi. Mening beshimdan mundaq bir ish o'tgan, mushuni faqat unutib qolmayman deydigan bizning nurg'un keçmişlerimiz bor. Balaga nisbatan şu. Eğer siz balalarınızın sözünü davamlı düzeltseniz o vakitte o bala o hata sözüden ya ki hata hareketinden özü oylanıp özü xulası çıkardıgan bir fırsattan mahrum oldu. Doğru şu hata düşünülmesin. Onda da balalarımız hata gap kılsa o vakitte biz fakat karımız olmamdı dep oylap qalgan bo'lishimiz mumkin. Ben onda demek emas. Ben fakat şu muңdashib atkan, siz bilan içe kişip özünün hissiyatını tüküp atkan vakitte siz yaptırmagan ma'lum bir sözü yoki cümlesini tutup elip şu naq maydonning o'zida tanbih berishni boshlab ketmang. Shu vaqtning o'zida uning koyishni, taftani qilishni, uning ko'ngliga azor berishni boshlab ketmang demoqchi. Siz uni anglab bo'lgandan keyin, bu qitimliq parang og'irlashgandan keyin boshqa bir vaqtda qayta boshqacharoq usulda eslatib turib, uning xato ekanligini yoki u ish harakatining xato ekanligini, buni diqqat qilish kerakligini chiroyli so'z, jumla talaffuz bilan ifodalay şu vaqtda uning unumini ko'ra olasiz. Ammo shu naq maydonning o'zida tiri ustida pul qilaman desangiz, balkim ziyon tortib qolishingiz mumkin. Endi oxirgi 4-chi muhim masala shu. Siz bolangiz bilan paranglashgan vaqtda mumkin qadar bir ota-onalik taxtida o'ltirib olmay, eng zo'r darajada bola bo'lishga tirishing. Ya'ni bolangiz bilan o'xshash bo'lishga tirishing, o'xshash o'ylashga, o'xshash so'zlashishga, uning hissiyotini eng zo'r darajada uning bilan bir tuyg'udoshlik yo'li orqali o'rtoqlashishga tirishing. Endi qandaq odam oldida biz to'liq echila olamiz, o'zimizni o'ylab baqsak. Masalan, biz o'zimizni oyda hayvisidan tap tortib turgan, qo'rqib turgan cho'ng bir odamning oldida o'z hissiyotimizni to'liq bayon qila olamiz, unday emas. Xuddi bolalarimiz shunday. Agar siz uning oldida oyda surlik holatingizni qilch yo'qotmay, shu paytda paranglashsangiz, vaqtda bolangiz siz bilan echilib elib paranglashmaydi. Şunu insanlar gidip koyup Allah'ın üzülen içilip eğilip paranlışı bu herkes bizim ata-analık nüfuzumuzga tehdit ekelmeydi. Belki balanı bizge hissiyat, muhabbet cihetini takımı yıkıllaştırdı. Biz belki ensirişimiz mümkün. Enevi ata-analık düşünüşümüz boyunca balımızga belki hedef koysak gədinimizge minib aldı. Bu gədinge minib ağıdak ağır derecedeki erkiltiş emas bu. Allah bilen normal paranlaşış, hissiyatını ortaklaşış, külüşüş, buların hemmisi ata-analık seferideki evveliyette biz daim qilishga tegishlik ve cho'qim qilishga tegishli ishlardan iborat. Chunki agar siz bolangiz bilan mana bu shunda ichak kishi paranglasha olsangiz, eng muhim uchur bolaga nisbatan. Meni ota-onam bir odamning o'rniga qo'ydi ekan. Men bu uyda muhim ekanman. Mening his tuyg'ularimni hisobga olinadi ekan deb cho'ng bo'ldi. Mana bu shuning o'zi amaliyotda bolalarning o'zining ishonchisini turg'izishga nisbatan eng muhim dora.
Agar biz balamizni tarbiyalash degan nuqtada shu balalarning o'ziga bo'lgan ishonchini barpo qilolmasak, o vaqtda biz balalarimizni psixik jihatdan haqiqatan kelgusida chuqur bir masalaga duch keladigan bir yo'nalishda tarbiyalagan bo'lamiz. Balki ota-onalarning hammasi shuni bilishi mumkin, balalarga nisbatan, hatto balalarga nisbatan emas, cho'nglarga nisbatan bu o'ziga bo'lgan ishonch bir insonning psixik sog'lomligining g'ultishi. Agar balalarimiz o'ziga bo'lgan ishonchi mustahkam bo'lmasa yoki sog'lom bo'lmasa, o vaqtda keyin bizning balalarimizning mayli psixik saposi, mayli balalar bilan bo'lgan munosabati, ya'ni ijtimoiy munosabat iqtidori va yoki maktabdagi darsdagi natijalarining hammasi ig'ir darajada ziyonga uchraydi. Ya'ni o'ziga bo'lgan ishonchi tuvan balalarning universal ifodasi tuvan bo'ldi. Endi o'ziga bo'lgan ishonchni shakllantiradigan eng muhim maktab, eng muhim so'rin ota-onadan iborat va oiladan iborat. Ana shuning ichida texmi muhim bo'lgani ota-ona bilan balalar paranglashgan vaqtdagi ota-onalarning balalarning hissiyotini qabul qilishi, uni muhim o'ringa qo'yganligini his qildirishi, ondan ularning o'ziga bo'lgan ishonchisini turg'izadigan eng muhim so'rin. Shunlashqa bu paranglashish nuqul balalarla paranglashlar emas, balki balalarning o'ziga bo'lgan ishonchini barpo qiladigan yana bir yo'l va usuldan iborat. Bu tarafini ota-onalar unutib qolmaslik lozim. Endi biz bugun so'zlaganlarimizni bir qancha nuqtada xulosalab o'taylik. Birinchisi, siz balalaringizla paranglashgan vaqtda chuqur berilib paranglashing. Ya'ni berilib so'zlang va berilib anglang yoki quloq soling. Ikkinchisi, balalaringiz so'zlab turgan vaqtda to'xtamasdan uning so'zini bo'lib o'tmang. Uchinchisi, mundish paranglash davomida balalarning xatoliklarini shu vaqtda tuzdiman deb aldirab ketmang. Unga fursat bering. Ya'ni uni tanqidlashning, tanbihlashning bir fursat qilib olmang. Endi to'rtinchisi, mumkin qadar balaga aylanib turib paranglashing. Chunki qancha balaga aylana olsangiz, balığın sizga shuncha echilib beradi. Albatta paranglashning buningdan boshqa nurg'un usul choralari bor. Ammo umumiy jihatdan Uyg'ur ota-onalarida paranglashgan vaqtda ko'riladigan ko'proq ko'riladigan xatoliklarni men mushu deb xulosaladim. Hammamiz amaliyotda paranglash davomida o'zimiz haqida o'zimiz qayta-qayta o'ylanib baqsak, balki o'xshamagan ota-onalarning yana o'ziga xos ba'zi alohidliklari, shundaqla ba'zi kamchiliklari bo'lishi mumkin. Amaliyotda ota-onalik safarida eng muhim qiladigan ishimiz davomli o'zimizni o'zimiz mukammallashtirish, o'zimizning ota-onalik ifodasidagi xatoliklarni o'zimiz diagnoz qo'yib, o'zimiz o'ngshashdan iborat. Hammalarga